Samarqand shahridan byudjetning 3 xonali yosh oilalar uchun zo'r variant chiqqan. Hozir birgalikda ko'ramiz obzorini. Operator. Bu yer prixoshka qismimiz, eshikdan kirib kelish. Bu yer esa общий sanuzlimiz. Patologgacha kafel qilingan. Bu yer kattalar uchun yotoqxona. Kartinkalar qilingan. Chiroyli divanlar o'rnatilgan. Bu yer esa bolajonlarimiz uchun yotoqxona. To'g'ri, kvartiramizning ikkita xonasi gulxo'y, lekin narxi ham shunga yarasha. Bu yer zalimiz, operator to'g'ri ko'rsating. Bu yer kuxnya qismi. Kuxnyada katta oyna bor. Oynani shunday ochsangiz, Korzinka supermarketi ko'rinadi mana bu daraxtlarning orqasidan. Kvartiramiz Ozod Sharq ko'chasida, Korzinkaning ro'parasida, ikkinchi etajda joylashgan, 65 kvadrat, narxi esa 63.560 dollar.